Maktabda darsdan paytda shagirtda yurib yurgan. 2 yil shogird bo'lmam, kredit olib o'zimni ishimni boshlaganman. Boshlaganimga где-то bir 5 yilcha bo'ldi-da. 23 yoshdaman aka. O'sha biznes rivojlanish bankining mahalla bankirlari kelib, o'zlari taklif berishdi. Biz yugurmadik ham. Oldin haftalab o'ylab yugurib olardik. Dokumentlarni ham o'zlari turlab berishdi. 3 kun ichida plastimga tushdi pul. 3 kundan keyin ishni boshladim. Kredit olib, sanoqlarni oldim. O'zimga ish qurollarimni oldim. Ya 4 ta shagirdim bor. Bu maktabdan chiqib mana keldi. Qolgani bittadan kim o'qiydi. Maktabdan chiqib shuna narsalar o'rganadi. Dars ham qolib ketmaydi. Darsdan chalg'anda shu ishni hunarni o'rganyapti. Biz ham shuna bo'lganmiz. Yurtboshimizga ham rahmat aytamiz. Shuna biz yosh tadbirkorlarga pul ajratib, yaxshi ish qildi. Mana birovdan kam bo'lganimiz yo'q. Mana analarga musofirga borib, chet davlatlarga o'tib pul to'lab kelganimiz yo'q. Uyda ota-onamizni oldida bexavotir ish qilyapmiz sheyda. Yong'oqdan qilamiz, o'zlari yetkazib berishadi. Biz o'sha rama holatini bitirib beramiz. O'sha Andijon, Toshkent, Samarqand, Qarshi hamma viloyatlarga chiqaramiz. 1 oy, 1,5 oyda shu 200 ta, 300 ta bitiramiz. Donasi shu 200 ming, 250 ming, 300 ming har xil o'sha guliga qarab, sifatiga qarab sotamiz. Kelgusida bu ishni kattaytirmoqchiman. Yanada ko'proq mahalla yoshlarini shu ishga jalb qilmoqchiman. O'sha bekor yurganlarini, yoshlarni shu ishga jalb qilmoqchiman. Shu ishda biznesni kengaytirmoqchiman. So'zga chiqqanda uni hayajonlanmasdim.